Namangan davlat universiteti 2025-yilda yil Namangan davlat universiteti hayotida yangi bosqich, ulkan yutuqlar va barqaror taraqqiyot bilan yodda qoladigan yil bo'ldi. Mazkur yilni universitet faoliyatining barcha yo'nalishlarda sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarilishiga erishilgan, salmoqli natijalar qo'lga kiritilgan davr sifatida e'tirof etish o'rinlidir. Yil davomida oliy ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunidan kelib chiqib, ta'lim jarayonini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, zamonaviy moddiy-texnik bazani yangilash va mustahkamlash, professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish, raqobatbardosh va yuqori malakali kadrlar tayyorlash, shuningdek, ilmiy tadqiqot faoliyatining sifati va samaradorligini tubdan yaxshilashga alohida e'tibor qaratildi. O'quv ishlari samaradorligi. Ayni paytda universitet talabalarining soni salkam 16 ming nafarni tashkil etmoqda. Mavjud 27 ta kafedralarda asosiy shtatda 593 nafar professor o'qituvchilar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularning 57 nafari fan doktori, professorlar, 257 nafari fan nomzodi, dotsentlardir. Joriy yilda universitet ilmiy salohiyati ilk bor 58% ga yetdi. 2025-2026 o'quv yilida universitetda milliy va xalqaro mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha qabul parametrlari kengaytirildi. Jumladan, joriy o'quv yilidan iqtisodiyot fakulteti bazasida soliqlar va soliqqa tortish hamda turizm va mehmondo'stlik yo'nalishlari, sobiq pedagogika fakulteti negizida tashkil etilgan san'at va sport fakulteti bazasida rang tasvir, amaliy san'at, dizayn, vokal san'ati, cholg'u ijrochiligi, sport faoliyati bo'yicha 7 ta yo'nalishda, yuridik fakultetda davlat boshqaruv huquqi va mehnat huquqi magistratura mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Butun dunyodagi kabi O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot, raqamli jamiyat muhiti tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan sharoitda ayni shu yo'nalishlarda mutaxassis tayyorlashni yo'lga qo'yib, ta'lim va mehnat bozorida universitet mavqeini oshirish hamda yoshlarimizning yangicha kasblarga bo'lgan qiziqish va istaklaridan kelib chiqib, fizika matematika fakulteti bazasida sun'iy intellekt, axborot xavfsizligi, mexanika va matematik modellashtirish kabi mutlaqo yangi ta'lim yo'nalishlariga asos solindi. Bu yil universitetda ilk bor 8 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha masofaviy ta'lim shaklida talabalar qabuli amalga oshirildi. Bu ta'lim shaklining o'ziga xosligi va sirtqi ta'limdan afzalliklari sifatida talaba ta'lim jarayonini o'zi yashab, ishlab turgan hududdan uzluksiz holda olib borishidir. Pirovardda 2025-yilda o'tgan 2024-yilga nisbatan bakalavriat ta'lim yo'nalishlari 24 tadan 43 taga, magistratura mutaxassisliklari 10 tadan 26 taga oshirildi. Yangi ta'lim yo'nalishlarining ochilishi nafaqat yoshlarimizning o'z xohish istaklaridagi ta'lim yo'nalishlarida o'qishlari uchun keng imkoniyat yaratdi, balki universitetning 100 dan ortiq ilmiy daraja va salohiyatga ega professor o'qituvchilari uchun ish o'rnini saqlab qolishiga ham erishildi. 2025-yilda universitetda o'quv jarayonini tashkil etishda ta'lim sifatini oshirish, xalqaro yetakchi oliy ta'lim tashkilotlari ta'lim dasturlariga transformatsiyalashuv hamda professor o'qituvchilar va talabalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratildi. 2025-2026 o'quv yilida yuqori bosqichlarda o'qitiladigan 218 ta mutaxassislik fanlarining o'quv dasturlari yetakchi xorijiy universitetlar ta'lim dasturlari asosida ishlab chiqildi. Bu borada xalqaro top 300 reytingidagi 72 ta xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining 442 ta ta'lim dasturlari tahlil qilib chiqildi hamda ular asosida o'quv dasturlariga jami 256 ta yangi mavzu kiritildi. 103 ta mavzu optimallashtirildi. 281 ta yangi avlod o'quv adabiyotlari, shu jumladan xorijiy adabiyotlar kiritildi. Xalqaro ta'lim dasturlariga transformatsiyalashuv jarayonini yanada tezlashtirish maqsadida
universitet professor o'qituvchilari uchun B2 va C1 til bilish darajalari uchun bepul 10 oylik ingliz tili kurslari tashkil etilib, ularga 125 nafar professor o'qituvchilar jalb etildi. 2025-yil universitetda o'quv jarayonining moddiy texnik bazasini modernizatsiyalash yili bo'ldi. Joriy yilning sentyabr oyida Namangan shahar yuksalish mavzeida 2000 o'rinli zamonaviy o'quv binosi ishga tushirildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida jami 5100 talaba o'rniga mo'ljallangan yangi o'quv binolari foydalanishga topshirilgan bo'lib, shundan 2000 o'rni yoki 40% Namangan davlat universiteti hissasiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, 1200 o'rinli filologiya fakulteti hamda 800 o'rinli biotexnologiya fakulteti o'quv binolari ham rekonstruksiya qilinib, o'quv jarayonida foydalanishga topshirildi. Pirovardda universitet o'quv binolarining smena quvvati o'tgan 2024-yildagi 1.7 koeffitsiyentdan 1.2 koeffitsiyentga pasaytirildi. Kimyo, biologiya, fizika va ekologiya yo'nalishlari uchun Islom taraqqiyoti banki loyihasi doirasida keltirilgan 78 turdagi 518 ming AQSh dollari miqdoridagi laboratoriya jihozlari, shuningdek raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish maqsadida xarid qilingan 363 dona zamonaviy kompyuter, 50 ta notebook, 27 ta interaktiv doska, 47 ta zamonaviy minbar, maxsus mebellar va jihozlar o'quv jarayoniga to'liq tatbiq etildi. Ta'lim jarayonini ilmiy tadqiqotchilik faoliyati va talabalarda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish ishlari bilan uyg'unlikda tashkil etish maqsadida 2025-2026 o'quv yilidan universitetda 5 kunlik ta'lim haftasiga o'tilib, haftaning bir kuni pedagog xodimlar uchun ilmiy tadqiqot, talabalar uchun mustaqil ta'lim bilan shug'ullanishlari uchun ajratildi. 2025-yilda universitet professor o'qituvchilari tomonidan 246 ta darslik, o'quv qo'llanma va monografiyalar yaratilib, bu o'tgan 2024-yilga nisbatan 1.3 martaga ko'pdir. Ilmiy tadqiqot ishlari va innovatsion faoliyat. 2025-yil boshida universitetning ilmiy salohiyati 41% ni tashkil etgan bo'lsa, yil oxiriga kelib universitetning ilmiy salohiyati 58% ni tashkil etmoqda. 2025-yilda fan doktorlari tarkibi 17% ga, fan nomzodi va PhDlar 23% ga, ilmiy salohiyat esa 17% ga oshdi. 2025-yilda PhD dissertatsiyasini himoya qilganlar ulushi 36% ga, DSc doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilganlar ulushi esa 28% ga oshdi. Universitet professor o'qituvchilari tomonidan joriy yilda jami 87 ta monografiya va 3135 ta maqola va tezislar, shundan 207 tasi Scopus va Web of Science xalqaro bazalari, Q1, Q2, Q3 kvartallariga kiruvchi nufuzli jurnallarda, 503 tasi boshqa xalqaro bazalarda indekslanuvchi xorijiy jurnallarda, 746 tasi OAK jurnallarida, 860 bittasi xalqaro, 835 tasi respublika konferensiyalarida chop ettirildi. Bu o'tgan yilga qaraganda 1.6 barobar ko'p degani. 2025-yil davomida avvalgi yilga nisbatan 2 barobar ko'p xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy amaliy anjumanlar o'tkazildi. 2025-yil uchun 37 ta ixtisoslik bo'yicha 135 nafar mustaqil izlanuvchi doktorantura, tayanch doktorantura va stajyor tadqiqotchilikka qabul qilindi. Ilmiy izlanuvchilar soni 25% ga oshdi. 2025-yil davomida 37 ta xo'jalik shartnomalari tuzilib, 320 million so'm byudjetdan tashqari mablag'lar tushirishga erishildi. Bu 2024-yilga nisbatan 32% ga ko'p demakdir. Universitetda 9 ta ixtisoslik bo'yicha 5 ta ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashlar faoliyat olib bormoqda. 2026-yilda ilmiy kengashlar soni 9 taga, ular qoshidagi ixtisosliklar soni 16 taga yetkaziladi. Universitetda iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'yicha tizimli, manzilli va uzluksiz pedagogik faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu jarayon kompetensiyaviy yondashuv hamda individual rivojlanish trayektoriyalari asosida amalga oshirilib kelinmoqda. Universitetda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va nomdor davlat stipendiyasi sohiblari yildan yilga ortib bormoqda. 2025-yilda ular soni 24% ga ortdi.
Respublika va xalqaro miqyosda o'tkazilgan nufuzli tanlovlarda iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyati natijasida qo'lga kiritgan sovrinlari miqdori 241,4 million so'mni tashkil etdi. Xalqaro hamkorlik faoliyati. Xalqaro aloqalarni rivojlantirish Namangan davlat universiteti jamoasining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayni paytda universitet 50 dan ortiq xorijiy mamlakatlarning 100 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bilan amaliy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. 2025-yil davomida Avstriya, Janubiy Koreya, Xitoy, Malayziya, Turkiya, Rossiya, Ozarbayjon kabi mamlakatlardagi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Kelgusi yilda Avstriya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'iziston mamlakatlari ta'lim muassasalari bilan 10 ta yo'nalishda qo'shma ta'lim dasturlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Joriy yil 296 nafar professor, o'qituvchilar va mutaxassislar hamda 200 ga yaqin talabalar almashinuv dasturlarida ishtirok etishdi. Xorijiy talabalar soni 2024-yilda 46 nafarni tashkil etgan bo'lsa, joriy yilda ular soni 142 nafarga yetkazildi. Shuningdek, universitet tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha olib borilgan ishlar natijasida 1,5 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiya jalb etildi. Shuningdek, 3 ta bakalavriat yo'nalishi va 3 ta magistratura mutaxassisliklarini Germaniyaning ASIIN tashkiloti bilan hamkorlikda xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha dastlabki hisobotlar tayyorlandi. May oyida Namangan davlat universiteti mezbonligida O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi hududlararo oliygohlar rektorlari konferensiyasi o'tkazilib, unda Rossiyaning 50 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirok etdi. Forum doirasida Namangan davlat universiteti hamda Rossiyaning Rus tili davlat instituti bilan hamkorlik shartnomasi imzolandi. Shuningdek, Malayziyaning Malaya universiteti hamda Xitoyning Xinjiang ekologiya va geografiya instituti bilan xalqaro hamkorlik doirasida qator qo'shma tadbirlar amalga oshirildi. Yoshlar bilan ishlash, ma'naviy ma'rifiy soha. 2025-yilda Namangan davlat universiteti talabalari xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan 40 dan ortiq tanlov va musobaqalarda ishtirok etishdi va sovrindor talabalar soni 101 nafarni tashkil qildi. 2025-yilning 9-dekabr kuni O'zbekiston Kubogi 2025 musobaqasida universitetning voleybol bo'yicha qizlar jamoasi ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, 3 karra kubok sohibi bo'ldilar. Universitet hududida basketbol va voleybol uchun ochiq maydonlar, sun'iy qoplamali mini futbol maydoni, maxsus rezina qoplamli gandbol maydoni, workout maydoni hamda badminton maydonlari qurib bitkazilib, foydalanishga topshirildi. 2026-yilda 95 milliard so'm byudjetdan tashqari mablag'lar hisobiga yana 800 o'rinli 2 ta talabalar turar joyi binosi bunyod etilmoqda. Natijada talabalarni turar joy bilan qamrab olish ko'rsatkichi 100% ga yetadi. 2025-yil davomida universitet rektori tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy va ma'rifatli yoshlarni kamol toptirish, ulg'ayib kelayotgan yosh avlodning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish, xorijiy tillarga o'qitishni yanada ommalashtirish, shuningdek, yoshlar bilan muloqot qilib, ularning taklif va tashabbuslarini o'rganish hamda muammolarini hal etish maqsadida 100 dan ortiq uchrashuvlari tashkil etildi. 2025-yilda universitet professor o'qituvchilari va xodimlarini ijtimoiy hamda moddiy qo'llab-quvvatlash uchun byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 15,2 milliard so'm, talabalar uchun esa 1 milliard so'm mablag' ajratildi. 2025-yilda ta'lim-tarbiya sohasidagi ko'p yillik fidokorona mehnatlari, yosh avlodni barkamol insonlar etib voyaga yetkazish yo'lidagi sa'y-harakatlari hamda ilm-fan rivojiga qo'shgan salmoqli hissasi yuksak baholanib, 2 nafar professor o'qituvchimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq ordenlar bilan hamda 10 ga yaqin professor o'qituvchilar oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirining buyrug'i bilan oliy ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan va Madaniyat vazirligining madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandilar. Xulosa sifatida aytish mumkinki, 2025-yilda erishilgan ulkan natijalar va 2026-yil uchun tuzilgan reja maqsadlar hamda ularning ijrosi Namangan davlat universiteti nufuzi va salohiyatining yanada ortishiga xizmat qiladi.